Umidjon $3000 plyus bor. Nexus 2 olamidingiz yoki Turkiyaning kotyolini olamidingiz? Kotyol olamidingiz? Точно. Assalomu alaykum, Kotyol.uz kanalining hurmatli tomoshabinlari. Bugun xudo xolasa Andijon viloyati Asaka tumaniga $3000 ga Turkiyaning Fabian firmasini 500 kvadratli, ya'ni 70 kilovatlik avtomatik bunkerli kotyolini dastavka qilib beryapmiz. Xudo xolasa bu kotyolimiz 500 kvadratli xonadonda isitib beradi. Juda ham katta, o'zining yonida ulkan bachogi bor. Mana shu bachokka 200 kilogramm atrofida ko'mir xokasini bitta zapravka qilib bersizlar. Tepasida o'zini avtomatik aqlli miyalari bor. Shu yerdan nastroyka qilib turasizlar. Xudo xolasa 500 kvadratli xonadonga eng minimal 1,5 sutka, bo'lmasa ham 2 sutka, 2,5 sutka yoqib beradi. Bu oddiy gaplar emas. O'tgan yil juda ham ko'p sotganmiz va qishda natijalarni so'raganmiz. Klientlarimiz 1,5 sutkadan 2,5 sutkagacha bemalol ishlab turibdi deb aytishgan. Aslida Turkiyaning Fabian firmasini o'sha avtomatik bunkerli kotyollari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. 200 kvadratli, 350 kvadratliklari mana chayn bosib skladimizda turibdi. Haqiqiy Turkiyadan kelgan. Hozir sizlarga video qiziq bo'lish uchun hamma narxiga qiziqadi, narxini kutadi. Videoda kommentariyasiga yozmaysizlar, narx qani deb. Agar narxini aytganim uchun bitta videoga like bosib qo'yasizlar. Qaranglar, 20 kilovatli shu 200 kvadratga mo'ljallangan avtomatik orqasida bunkeri bor kotyol $2260 bo'lyapti. 200 kvadratli xonadon uchun stadion. Buni faqat 200 emas, 100 dan 200 gacha kvadratgacha bemalol ustanovka qilsalar ham bo'ladi. Bu tomonda 350 kvadratli turibdi, $2400. Bugungi video olayotgan sanamiz, video sanasiga ham e'tibor berib qo'yasizlar. 2026-yil 22-aprel sanasiga $2400. Buni 200 kvadratdan 350 kvadratgacha bemalol ustanovka qilsalar ham bo'ladi. Kotyollarda 2 yil garantiyasi bor. Bu kotyolni ustanovka qilayotgan ustamiz Nodir akamiz Andijon viloyati Asaka tumanidan juda ham ko'p o'rnatganlar. Aka qiynalmay dedilar. Mana bunaqa o'zini tushirib yuklaydiganlargacha qiynalishmasin deb bunaqalargacha dastavka qilib beryapmiz. Mana kimga shunaqa kotyollar kerak bo'lsa, Kotyol.uzga bemalol murojaat qilaverasizlar. Bizni manzil Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida. Kotyol.uzda 3 million so'mdan kotyol boshlanadi. Eng arzoni 3 million so'mdan, eng qimmati $3000 gacha. 3 million so'mga qanaqa kotyol desalaring, o'zimizniki ham emas, Turkiyaniki ham emas, rossiyskiy kotyol 3 million so'mdan boshlanadi. Eng arzoni 3 million so'm. Mana tashrif buyursalar, Cooper kotyollar. Fabian firmasining o'sha turetskiy kotyollari Zevurda o'zimiz ishlab chiqargan ko'mirli kotyollari. Hammasi bitta joyda mujassam qilib qo'yganmiz. Bemalol kelib tanlov qilib olib ketishlari mumkin. O'zimiz ishlab chiqargan kotyollar dastavkasi 12 ta viloyatga 100% bepul, rossiyskiy, turetskiy kotyollar dastavkasi kelishilgan holda. Shuni yodda tuting, bizni ko'mirli kotyollar markazida rossiyskiy kotyollar 3 million so'mdan boshlanadi. Videoga like bosib, shunaqa ko'mirli kotyollar oqtarib yurgan tanishlarga tashlab qo'yamiz.